o'zim mijozimizda boshida bizonaga xarid qilib kelardilar, mana shuncha payt. Keyin mana Optimga zakaz qilishni ham boshladilar. Mashinalarga yuklab beramiz. Xudo xolasa ancha xursandlar mijozimiz. Biza nech pul qilib berdik deb o'ylaysizlar kargo narxini? Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mijozlarimiz mana olib ketishyapti tovarlarini va tovarlarni mana ko'ryapsizlar, sifatlari ham zo'r. Barchasi bitta shu odamniki, har xil tovarlar zakaz qilishgan. Alohida yana paketga ham qo'yib berganmiz. Jami shu 40 kilo bo'ldi. Qancha olsangiz, masalan, bitta korobka tovar aralash bo'lsa, qanaqa narx, xil bo'lsa, qanaqa narxligini ham aytamiz. Mijozimiz juda ham xursandlar. Olib kelib berganimizga mana taroziga qo'yib o'lchab, albatta bizga Optimga xohlagan narsalaringizni buyurtma qilishingiz mumkin. Bu juda ham zo'r taklif. Hamda bunaqangi taklif hamma yerda ham bo'lmaydi. Biz Optimga xohlagan narsani olib kelib beramiz. Shuning uchun sizlar ham buyurtma beraveringlar. Hali ham kechmas. Xuddi hozirgina opamizga o'xshab mana o'zimga qo'yib sotadilar. Albatta, tovarlari zo'r yetib kelgan. Siz ham zakaz qilaveringlar. Optim 1688 dan Optimga donaga xohlagan mahsulot turini yetkazib beramiz. Xohlagan joyingizda sotaverasiz bemalol. Eng zo'ri va eng ishonarlisi bu albatta Optim 1688.